Assalomu alaykum hammaga. Darvozamizni bitirdik, xudo xolasa. Ko'rishlaringiz mumkin, laklar sepib chiroyli qilib bitirganmiz. Hozir ular nima deyap turganlar? Skoch ular. Uni sabablarini ham aytib o'tamiz keyinroq. Ishimizga baho berasizlar. Laklar sepib qo'yganmiz. Mana keyin qanotlari ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli chiqqan. Ishimiz sifatiga bitta baho berasizlar. Skoch yopishtirilgan. Betga nejavinka tushadi. O'shaning uchun nejavinka lakka yaxshi yopishmaydi. Shuni hisobiga skoch yopishtirganmiz. Sababi shu. Mana katta qanoti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Bunimiz kvadrati 1.200.000 dan darvozamizda. 3,5 ga 3,40 joyga tushadi. Razmerlari shunaqa. 2 qavatli shumkali varianti. Aloqa chiqarasizlar. Nomerimiz pastda bo'ladi. Omma qo'yishni unutmang.